Assalomu alaykum vatandoshlar, mana Moskva Sankt-Peterburgdan O'zbekistonga ketayotgan avtobuslarimiz Toshkentdan yetib keldi, mana Xudo xolasa qaytib ketyapti. Al-Xorazmiy avtokompaniyasi aka-ukalar, tanlovda adashmanglar. Avtobusimiz Moskvada aka-ukalar. Al-Xorazmiy. Yangi brend aka-ukalar. Avtobuslar ichlarini ko'rsatamiz. Ana avtobus ichi. Aka, qalay avtobus ichi, zo'rmi? Qulaymi? Yaxshimi? Ana aka-ukalar, avtobuslarimiz sharoitlari zo'r. Aka, zaryadka ishlayaptimi? Zaryadkalar ishlayapti aka-ukalar. Kullellari bor. Aka, qalay avtobus? Yaxshimi? Avtobus qalay? Brat? Zo'rmi? Brat, ham orqaga o'tib olib yotib oling. Shunday bo'ladi, yo'lasiz. Qalay aka avtobus? Ketsa bo'ladimi? Ketsa bo'ladi. Qalay, qulaymi? Boshda qulayda. Zaryad ham bor mana. Zaryadka, kameralari bor. Hamma sharoitlari bor, televizorlari bor mana aka-ukalar, tanlovda adashmanglar. Nomerlarni ekranlab qo'yibmiz, telefon qilaverasizlar. Aka, telefon qilib ketsa bo'ladimi? Ha, telefon bilan keladi. Ashab, telefon qilib ketsa bo'ladimi? Sharoitlari yaxshimi avtobusda? Ashab, qalay avtobus sharoitlari, zo'rmi aka-uka? Sharoit yaxshi. Yursa undan ham yaxshi. Xo'p, xudo xolisa o'zinglar. Aka-ukalar, nomerlarni ekranlab qo'yibmiz, telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.